Salom do'stlar, sizlar bilan men Abdulaziz va bugungi videomizda Minecraft o'yinida men yangi qishloqqa ko'chib keldim do'stlar va ana endi shu yerda uy quramiz do'stlar. Qani bo'lmasam ketdi. Xo'p, do'stlar, xo'sh, endi biz hozir bu qishloq bilan tanishib chiqamiz do'stlar. Xo'sh, men shu qishloqqa keldim do'stlar. Xo'p, bu yerni meri bormi ekan do'stlar, mer? Jitillar yo'qmi nimagadir? Jitillar. Jitillar bu yoqda yuradi, bildim. Bo'ldi. Ular hozir ish bo'yicha ketishgan do'stlar. Xo'p, menga hozir jitillar kerak, jitillar qattasilar. Xullas, qayerdaligini bilmadim. Xo'p. Jitillar yo'q ekan do'stlar. Hamayli. Biz uyimizni quramiz do'stlar. Bo'ldi. Bu yoqqa daraxtni ekib qo'yamiz do'stlar. Xo'sh, ana endi uyimizni qurgani joy qidiramiz do'stlar. Xo'p, uyimizni qayerga qursak bo'ladi? Mana shu yerga qursak, menimcha yaxshi bo'ladi. Davoyimda boshlaymiz. 1 2 3 4 5 ta. 2 3 4 5 ta 6 ta. Bo'ldi. 1 3 4 5 ta bo'ldi. Mana bu qishloqni meri bilan, ya'ni men gaplashib oldim. Uy qursam bo'ladi ekan do'stlar. 3 4 5 ta. Xo'p. Mana endi bu yerdan 1 2 3 4 5 ta. Endi ustunlarni birlashtirib chiqamiz do'stlar. Xo'p. Endi ustunlarni yana birlashtirishni davom etamiz. Buni olib tashlaymiz. Ortiqcha bu. Bo'ldi. Xo'p. Endi bu 20 tani taxtaga aylantiramiz do'stlar. Bitta bestak ham. Bo'ldi. Ana endi xo'p. Uyimizni qurishni davom etamiz. Xo'p, mana buni olamiz. Bo'ldi. Eshikni qayerda qursak bo'ladi? Bu yerga eshikni quramiz do'stlar, mana. Mana. Bo'ldi. Bittali eshik bo'ladi. Bo'tga esa bittali oyna bo'ladi. Mana. Do'stlar, kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Bizning obunachilarimiz 140 taga ko'tarildik уже. 150 ta bo'lsak, Minecraftni qanaqa qilib pulsiz, ya'ni pulsiz bepulga yuklab olishni o'rgataman do'stlar. Haqiqiy Minecraft, toza Minecraftni qanaqa qilib yuklashni o'rgataman. Undan oldin sizlar 150 ta obunachi bo'lishimiz kerak do'stlar. Shuning uchun obuna bo'ling, like bosing, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Men esa uyimni qurishni davom etaman. Xo'p. Endi bu yoqqa 3 ta, bu yoqqa 1 ta. Bo'ldi. Bu yoqqa 1 ta qo'yamiz. Bitta eshik olamiz.
eshikni bu yoqqa qo'yamiz. Endi biz hozir borib qum olib kelamiz do'stlar, qum. Keyin buni eritamiz do'stlar, ya'ni hozir tosh olib kelamiz. Xo'p, qumlarni olib olamiz do'stlar. Bo'ldi, 16 ta. Bizga yetadi do'stlar. Xo'p, endi men kilka yasab hozir endi tosh olib kelishim kerak do'stlar. Bo'ldi. Xo'p. Buni olamiz. Endi esa tosh kovlashga tushamiz do'stlar. Bir 10 tacha, 15 tacha kovlasak bizga yetadi do'stlar. 10 ta bo'ldi, bizga yetadi. Bo'ldi, bu yoqdan chiqamiz do'stlar. Xo'p, ketdik endi. Gulni maga ekib qo'yamiz. Xo'p. Mana endi qumlarni eritamiz. 20 ta bo'ldi. Xo'p, mana endi polani qo'yib chiqamiz do'stlar. Keyin tomini olish uchun bizga ozgina taxta etmayapti. Taxtani ham olib kelamiz do'stlar. Bo'ldi. Mana. Xo'p, bo'ldi. Xo'p, bizga o'ylashim bo'yicha taxtalar kerak. Ha. Xo'p, mana endi biz taxt olib kelamiz do'stlar. Ok daraxtlardan. Xo'p, kovlaymiz do'stlar. Mana bo'ldi. Bo'ldi. Bu daraxtlarni chopib olamiz do'stlar. Xo'sh, daraxtlarni chopib olamiz va undan keyin polimiz bilan tomimizni bitirishimiz kerak do'stlar. Bo'ldi. Bo'ldi. Kechqurun tushdi, uxlab olamiz endi do'stlar. Kravatimiz bor, esli shtob. Xo'p. Ketdik do'stlar. Buni ochamiz. Mana. Xo'p, bularni olamiz. Va polimizni ham bitirib oldik do'stlar. Endi buni sindiramiz bu ortiqcha.
Bo'ldi. Hop. Bekka oynalarni qo'yamiz. Xo'sh, uxlab turdik do'stlar. Endi oynalarni qo'yishni davom etamiz. Bo'ldi. Bularni endi sindirib tashlasak ham bo'ladi. Xo'p, endi tomini qurishga keldik do'stlar. Xo'p. Tez qurib tashlaymiz do'stlar. Xo'p. Mana tomini уже bo'lib olamiz do'stlar. Bo'ldik mana. Uyimiz yopildi do'stlar. Xo'sh, endi uyimiz bitdi mana do'stlar. Ajoyib chiqdi. Endi biz mana bu boshda juda ham katta ekan do'stlar. Endi mana shuning ichini kelinglar. Teshkilib chiqamiz do'stlar. Xo'p, bu yerda hech narsa yo'q. Bu yerda nima deb yozilgan? Reklama. Do'stlar, shu joyda sizlarga Bekzod 712 kanalini tavsiya beraman do'stlar. Ya'ni u kanalda juda ham qiziqarli, ya'ni shortslar chiqadi do'stlar. Bekzod pastki chiziqcha 712 deb yozsanglar, u birinchi bo'lib chiqib keladi va obuna bo'lib qo'ysanglar, men xursand bo'laman do'stlar. Qani bo'lmasam ketdi. Xo'p, biz videoni davom ettiramiz. Tepaga chiqamiz. Mana do'stlar, bu yerdan butun qishloq ko'rinadi ekan do'stlar. Ana mening uyim. Hop, pastga tushdik do'stlar. Mana endi. Hop. Mana pastga tushdik do'stlar. Ko'rdinglar, mana boshdan ham obzor chiqdik. Xo'sh. Bu bizning uyimiz do'stlar, mana. Mana bo'ldi. Uyimiz bitdi. Xo'sh, endi do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. 150 ta obunachini yig'sak, do'stlar, sizlarga Minecraftning toza versiyalarini, ya'ni birdan 1.21 eng yangi versiyasigacha bepul o'rnatishni ham o'rgataman do'stlar. Shuning uchun obuna bo'ling, like bosing. O'z fikringizni esa kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga xayr.